akamlarni tos qismlarini ikkita oyoqlarini bo'lib tashladi. O'zimdan ketib, akamni o'ldirib qo'yibman deydi. Keyin dedi bir qarasam dedi, oyog'ini kesyapman dedi. Toshkentda 24 yoshli yigit mudhish qotillik jinoyatini sodir etdi. Gap shundaki, sudlanuvchi dastlab o'gay akasi, so'ng esa homilador kelinoyisining hayotiga vahshiylarcha nuqta qo'ydi. Ish hujjatlarida keltirilishicha, aka va uka o'rtasidagi janjalga otasi tomonidan qoldirilgan uy-joy masalasi sabab bo'lganligi aytildi. Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudining aynan mana shu sud zalida vahshiy jinoyatni sodir etgan yigit voqeasi bo'yicha sud ishi ko'rib chiqiladi. Marhumaning opchasi bo'laman men. Qachon xabar topdinglar bu voqeadan? O'sha oktyabr oylarida. O'lib bir hafta kvartirada qolib ketgan. Anchadan beri janjal bo'lib yurgan, meros talashib yurgan. Bizga Toshkentdan telefon keldi. Morgdan olib ketinglar dedi. 7 kun sasib yotganda uyda. Yuraklarni larzaga solgani shuki, ayol o'sha vaqtda farzand kutayotgan bo'lgan. Uning 5 oylik homilasi ham dunyo ko'rmay nobud bo'ladi. Bosim qilaverdilar akamni. Orqaga o'girilib uydan chiqib ketayotgan paytimda orqadan urib qoldilar. Urgandan keyin jahlim chiqib ketib qoldi, ularni urdim. Yerda turgan gantel bilan boshlariga urdim. Keyin uylariga bordim, oxiri bo'lgan voqeani tushuntirib, etib chiqib, ichki ishlarga murojaat qilmoqchi edim. Eng ayanchlisi, uka jinoyatini yashirish maqsadida akasining tanasini bir necha bo'laklarga bo'lib, skotchlab, idishlarga solib, Olmazor tumanidagi kanalga tashlab yuboradi. O'zimdan ketib, akamni o'ldirib qo'yibman deydi. Keyin dedi bir qarasam dedi, oyog'ini kesyapman dedi. Keyin o'zimga kelsam dedi, Yandex taksida chaqirib, akasini oyog'ini taksini orqasiga qo'yib Toshkent shahrida olib yurgan. Keyin dedi, o'zimga kelib dedi, Toshkentga borsam dedi, kelinni oldiga kelib dedi, o'zimdan ketib bo'g'ib dedi, o'ldirgan meni singlimni, marhumani. Keyin chiqib ketayotganda shunda eshikni ochsa, singlim o'ziga kelganda, qilib o'ziga kelsa, unda qarab, "Voy, o'ziga keldi" deb qaytib borganda, bo'g'ib yana o'ldirgan. Men bu uni manyak deb hisoblayman, faqat umrbod jazo so'rayman. O'zimga kelsam bo'g'ib turgan ekan. Akangiz uyga qaytib borganingizda-chi? Hattoki qo'limga pichoq tushib qoldi. Keyin akamlarni tos qismlarini ikkita oyoqlarini bo'lib tashladi. Yo'qotmoqchi bo'lganda keyin qora paketga solib turib, istirishlar kanalga tashladi, chiqib kanalga. Bunaqa dori ichkilikdan yoki boshqa narsadan ana qo'yilgan, iste'mol qilmayman. 5 kun nima? Deganishimdan chin ko'nglimdan, chin qalbimdan pushaymonman. Kechirishingizni so'rab qolaman. Sud hukm qildi. Sudlanuvchi Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi B va OR bandlari bilan 21 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismining A bandi bilan 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 134-moddasi bilan 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil o'tash uchun 24 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashi belgilansin. Jazoni 4 yili turmaga qamash tariqasida tayinlansin. mulk talashib, jigarning hayotiga nuqta qo'ygan sudlanuvchiga qanday ta'rif berish mumkin? Hali dunyoga kelishga ulgurmagan chaqaloqning ushbu voqeada nima aybi bor? Sudlanuvchi berilgan muddatni-ku o'tab chiqar, ammo u bir umrlik vijdon azobidan qutula olarmikan?